3 iPhone berib, 1 iPhone algan adam ko'rganmisiz? G-Mobile'dagi kartal o'yinimiz mijozlar bilan davom etadi. Assalomu alaykum ağa. Ağam dumniya bir şey savdo etdilar. 3 iPhone berib, 1 iPhone algan adam ko'rganmisiz? G-Mobile'dagi trading xizmat yordamida shu narsaning ham iloji bor. Oldinroq bu narsa haqida ma'lumot berdik. Ya'ni qanday bo'ladi? Ağamız 16 Pro, 14, iPhone 13 üçünü berdiler ve bizlerden iPhone 17 ga almashtirib ketdilar. Ağa, buna sebep ne oldu? 17 ga qiziqdik, bir atishga bir yag'in. Ukangizga? Ukama bir yag'in. Siz o'zingiz mumkin emas. Shu ukama podarka etib. Yoqdansiz ağa? Bereni, Bibazar. Atingiz kim? Atim Ahmet. Rahmat ağamız bo'ldi bugun. Unda ağa bir omadingizni sanab ko'ramiz. Bo'ldi. Kelishsa, baxtingiz. Nechanchi telefon oldingiz ağa? Bu yerdan birinchi telefon oldim. Nereden ko'rdingiz? Telegramdan ko'rdik. Reklama etib turgan ekan, dim zo'r, kenglar, imkoniyatlar dim jaldi. Esa tanlang ağa birsini. Qasdin azagini. Oxirgi postga komment yozgan bo'lsangiz sizga yana bir imkoniyat. Xo'p, ukangiz ovotar ekan, ukangizning podpiskasini tekshirdik. Oxirgi postga komment yozganmisiz? Qani? Ya, yozmadim. Jetamiz. Yaxshi. Xo'p, 3 telefon berib turib, bir telefon ovotarsiz, shundan so'ng baybi qachondan beri qancha vaqtingiz ketdi? Shuning uchun ağa ikkinchi imkoniyatni beraman. Ya'ni bu yerda yozilgani, hozir shu videoni ko'rib turibsiz. Keyingi videomizda keyingi ishtirokchimiz siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun oddiy bir dona komment yozib qo'ying va yana bir imkoniyatga ega bo'lishingiz mumkin. Ag'am xafa olmaslik uchun yana bir shans beramiz. Ketdi ağa. Endi o'ylanib tanlang biroq. Ana, oxirgi postga like bosganmisiz? Bosganmisiz, bosmaganmisiz? To'g'risini ayting. Ro'zayinda yomon lekin. Basmadim. Basma. Xo'p. Esa keyingisida omad ağa, bu yerda qarang. Prosta tak sizni maxinatsiya etib, bundan narsalar chiqarib turganimiz yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Laminat, zaryadchik, chexol, kolonka, mashinaning zaryadchigi, shunday narsalar bor edi. Prosta bu narsa omad bilan bog'liq tema ağa. To'g'ri. Esa keyingi safar omad. Bo'ladi. Hammangizni G-Mobile'da kutib qolamiz. Bugungi savdomiz trading xizmati bo'ldi. Siz ham kelib turib o'zingizning iPhone'ingizni topshirib turib, boshqa iPhone'ga almashtirib ketishingiz ham mumkin. Muddatli to'lovga naqd pulga bemalol iPhone'larni xarid etishingiz mumkin. Telefon masalasini G-Mobile'da xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda keyingi o'yinda o'ynab o'tirgan vaqtimiz, like'ingiz ham, kommentingiz ham qaragan vaqti o'ylanib, uyalib qolmaysiz. Shuning uchun hozirdan o'zimni aytib qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.